Antibiotik bergan paytlarda ko'pchiligi jigari o'tirib qoladi. Jigarga qanaqa dori kerak, jigarni himoya qiladigan deysiz. Bolalarni asosan jigarni unchalik himoya qiladigan vaziyatga ehtiyoj yo'q hisoblanadi. Chunki ular yog'li taomlarni iste'mol qilmaydi, sizlarga o'xshab quyuq ovqatlarni iste'mol qilmaydi. Eng muhimi jigarni faoliyatini yaxshi tiklab turish uchun bolani ishtahasini saqlab qolish va bolaga ko'proq iliq qaynagan suyuqlikni berish kerak. Antibiotik ichgan paytlarda qancha ko'p iliq qaynagan suvni shpris yordamida yoki kompotlar yordamida priятный qilib ko'proq ichiradigan bo'lsangiz, shuncha jigari o'z faoliyatini bemalol bajarib, aziyat chekmasdan antibiotik bilan birgalikda kasalligini yengib o'tib ketadi. Ya'ni alohida uning uchun ham og'ir qandaydir dori preparatlarini beraman deb harakat qilishga hojat yo'q. Chunki jigarga darrov shu paytda zo'r ta'sir qiladigan dorilar o'zi yo'q unday. Qaytanga bu 2-3 hafta jigarni ishini oshirib qo'yadi, ya'ni vazifasini. Ham siz antibiotikingiz bilan kurashish kerak, ham buni yonida jigarga degan preparatingizni o'ziga aylantirib olish kerak. Shuning uchun eng yaxshisi antibiotik bergan paytlarda bolani ishtahasini yaxshilab turish uchun, misol uchun vitamin C saqlovchi preparatlar yoki sirop shaklida yoki tabletkani suvga aralashtirib olib, shuni ichirgan holatda ishtahani normada ushlab turish, bolaga ko'proq iliq har xil kompotlarni, har xil oddiy suyuqliklarni berish kerak. Bu yerda rangli yoki gazli, nikotinli ichimliklardan foriq bo'lish kerak. Doktor Ishchanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal.